sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilmoqda. Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Olib keldingmi? Keldim. Hali yosh yigit ekansan. Bola uylamadingmi oxirini? Bilasanmi senga eng og'ir jazoni? Uyda o'tirgan onangni ko'z yosh to'kishi. Men bilmasdan qilib qo'ydim. Olib keting. O'rtoq borishni mumkinmi? O'tiring. Xizmat. O'g'ilchamiz sal sho'xlik qilib qo'yibdi-da. Endi aka tarbiyasidan shug'ullanish kerak edi bolani. O'rtoq boshli. Hamma uchundan xatar. Oling xonamdan chiqib keting. Pora berish ham, pora olish ham jinoyat. Qonunni biz bilamiz, aylanib o'taylik, do'st. O'g'lini qamalib ketishdan saqlab qolaman deb ota jinoyatga qo'l urdi. Voqea esa Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida yuz bergan. Shundan so'ng tezkor xodim sodir bo'lgan voqelik yuzasidan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'raydi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda xodimga taklif qilingan pullardan 9000 AQSh dollarini pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Hozir taqdim qilgan pulingiz necha pul? Hech kimga taqdim qilganim emas, men stol ustiga qo'ydim aga. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion holatlarga duch kelsangiz yoki guvohi bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 hamda shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 31 74 telefon raqamlariga yoki ekrandagi maxsus Telegram bot orqali xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.